Men nima maymunman, qafasdagi bir maxluq. Aka, sizni shaxsingiz bo'yicha gaplashganga kelganim yo'q. Yo'q. Muammoni gaplashaylik. Men o'lib, meni shaxsiy hayotim, shaxsiy ko'rinishim o'zini yo'li. Hamma kelgan blogerlarga man o'tirib olib ish bilan faoliyatim. Prezidentimiz ochiqlik siyosati qilib berganlar. Muammo nima deydi? Maktabda. Maktab deydi. Hokimiyat nima aybi bor maktab qurilmasligi? Hali biron marta pul ajratib bir joyga maktab qurgan yo'q. Onu tashkilot Pul ajratib bersin deb kelganim Yo'q. yo'q. Siz hali eshitganingizni bilmayman. bilaman men masalani. Nulavoy sinf bo'lsa, nulavoy, hali xo'p. maktabgacha 6 yosh. Xo'p. 4 kilometrga qanday Keladi yuk bilan. keladi? Sumka bilan qanday keladi qishkin kuni bo'lsa? Endi qarang, men Siz o'zimni aytaman, yoshligimda. Nulavoy sinf bo'lganmanda, qish qalin qor yoqqan payti mo'man ko'tarib olib qo'yadi. Endi bu zamon Mo'man ko'tarib olib qo'yadi-da, keyin qaytguncha 11-sinfmi, katta sinflarni yetalab olib keladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamaysiz, charchamaysiz. Yaxshimi? Hokim bilan ko'rsak bo'ladimi? Hokim nima? Mirakda. Qayerda? Miraki. Mirak. Shaharchasi. Turistik zona. O'rinbosarlari bormi? Plus prezident tashrifi bor chorshanba Aha. kuni. Shu munosabat bilan ular tozalash nima bo'ladi? Tadbir o'shanga ishtirok etish bo'yicha hammasi. Hech kim yo'q hozir. O mutaxassislar bu soat 1 dan 2 gacha obed, shunga klublar obedga chiqqan. Yuri. nima tilagan bo'lsa tilagan. Bestaq qo'ydi yoki sizlarni ham? Yo'q. Endi qarang do'stim. Bir minut to'xtab turinglar. Bu sal buni so'raylar, oldin gaplashaylik. Masalan, mazmunni tushunaylik. Masalani gaplashyapmiz yoki yo'q? Yo'q, u biz ham kichkinagina odam bo'lsak ham o'zimizni erkinligimiz bor, shaxsiyatimiz bor-da. Siz xodimsiz hozir. Yo'q, men xodimman, lekin meni ham ruxsatim kerak-da. Ruxsatsiz kerakmi? Nima? Qaysi qonun yozib qo'ygan ruxsat kerak? Men nima maymunman, qafasdagi bir maxluq. Aka, sizni shaxsingiz bo'yicha gaplashganga kelganim yo'q. Yo'q. Muammoni gaplashaylik. Mana shu muammoni aytaman, u birdaniga mamni o'lib emasda. Faoliyat aka bu. Yo'q, mayli, ish faoliyat bo'lsa ham, ish faoliyat o'zini yo'liga. Meni shaxsiy hayotim, shaxsiy ko'rinishim o'zini yo'liga. Bularning ish faoliyatingiz, bularning ish faoliyati hamma kelgan blogerlarga man o'tirib olib ish bilan faoliyatim. Prezidentimiz ochiqlik siyosati qilib berganlar. Ochiqlik siyosati. Ochiqlik siyosatida mana muammoga do'stim. gapirib berish kerak. Mana bunday narsalar. Nega man siz bilan tortishmoqchi emasman. Ya, prezidentimiz ochiqlik siyosati qilib berganlar bo'ldi. O'sha bo'yicha kiyommiz, o'sha bo'yicha ma'lumot olgan kiyommiz. Soyaga 10 minut turibdi. Bo'ldi, qarshi emas bo'lsanglar bo'ldi. Siz umuman boshqa narsaga o'tasiz. Ya, ochiqlik siyosatiga qarshi emas bo'lsanglar bo'ldi. Yo'q, bu siyosatga biz qarshi emasmiz. Qarang, mazmunni siz siyosiy qonunga tusga beryapsiz-da. Bunday narsa. Bu shaxs to'g'risida gaplashmaylik bo'lmasa. Yo'q. Bitta narsani tushuninglar. Olar muammo nima deydi? Maktabda. Maktab deydi. Hokimiyat nima aybi bor maktab qurilmasligi? Hokimiyat qaysi vakolati bor maktab qurilmaydi degan. Okey. Shuni hal Hokimiyat javob beradimi baribir? Hokimiyat javob bermaydi, kechirasiz. Yo'q, nima bo'layotgan masala bo'lsa hokimiyatdan maslahat olgan. Mana bunaqa bo'lyapti. Yo'q, qarang, bular o'zidan eshitingda. pullar olib chiqarib yuborish kerakmi? Bunday narsa. Hokimiyat mahalla ijro etuvchi hokimlik bo'lgandan keyin, lekin hokimiyat hali biron marta pul ajratib bir joyga maktab qurgan yo'q. Onu tashkilot Pul ajratib bersin deb kelganim Yo'q. yo'q. Siz hali eshitganingizni bilmayman. bilaman men masalani. Ayvonga keling, ayvonga, yozgi ayvonga. Ha. Prezidentimizda faqat 141-sonli qarorlari bor edi. O'sha qarorga xalqaro moliya mablag'lari hisobidan Xontepa VPga qo'shimcha maktab qurilishi rejalashtirilgan. Lekin bular tanlab taklif etayotgan yer maydonlar qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer maydon. Qishloq xo'jaligi. Uni faqatgina prezident tomonidan tegishli qarori bilan yoki farmoni bilan prezident yer toifalari o'zgartiriladi. Yer toifasini o'zgartirish uchun 2 yil muddat kerak. Buni ko'rildi. Lekin o'sha hududga Xontepa va hududidagi
Xontepa MFI hududiga 10-sonli maktab bor. 10-sonli maktabga yirik miqdorda $20 mavjud. O'sha yerdan qurilish taklif berib, uni loyihachilar ishlab chiqqan, o'sha yerdan qo'shimcha o'quv binosi quriladi. Bo'ldi, masalasi yo'q. Bularni yashash hududidan qanchalik uzoqda? O'sha eski maktabda. Eski maktabni o'zidan. Qurilishda aytyapti-da endi. Uzog'i 4 kilometr, 3 kilometr. Qishlog'imizni o'sha 4 kilometr joyda hammiz. Oddiy og'izda aytishimiz oson 4 kilometr. O'zimiz 4 kilometr. Men qishloqqa o'sganman, 11-17 kilometr masofaga piyoda bo'lganman. Ha, xo'p, siz borgan bo'lishingiz mumkin yoki biza bor. Yo'lavoy sheriflar bor-da, hozirgi yoshlar borolmayapti. Nima uchun hozirgi yoshlar? Mayli siz sari boraylik, siz sari boraylik. Mayli undan uzoq bo'lsa ham mayli boradi deylik. Lekin o'rtada odam o'lyapti. Jinoyatni oldini olish uchun biz yugurib yuribmiz. Bitta yosh chaqaloqlar 3 kishi avariya bo'ldi. Ham 39 dan yuradi. Shu tomonlama o'ldi, bittasi mayib bo'ldi. Tuman gayidan xodim olib, o'sha ularda xavfsizligini ta'minlash uchun xodimlar jalb qilamiz. Boshqa yo'nalish yo'q. Ismingiz nima? Xulosanda katta bu. Xullas, Masalan, sizning o'g'lingiz Nuravoy sinib bo'lsa, Nuravoy hali maktabgacha 6 yosh. xo'p. 4 kilometrga qanday 4 kilo yuk bilan keladi? Sumka bilan qanday keladi qishning kuni bo'lsa? Endi qarang, men siz o'zimdan aytaman, yoshligimda. Nuravoy sinib bo'lganmanda, qish qalin qor yoqqan paytda mo'man ko'tarib o'borib qo'yadi. Endi bu zamon mo'man ko'tarib o'borib qo'yadi-da, keyin qaytguncha 11-sinfmi, katta sinflarni yetalab olib keladi. Men qishloqqa o'sganman, shunday mana Aka, o'sha 11 kilometr masofaga Osmondan nariyoqiga 200 ta xonadon bor. Buyrachining o'zi u yerda turibdi. 120 ta xonadon. muammo tushundim. Muammoni Hem 39 bo'lmaganda edi. Bu yerda bizlar ham qatnaganmiz, aeroport o'rnida o'pilib bizlar ham peshqam Lekin qatnaganmiz. maktab ochib berdi bizga. Keyin ana shunda hozir misolda endi sizlar taklif o'zimizda etayotgan 20 dona qishloq xo'jaligi 20 dona. yana boshqa joylarda ham yotibdi-ku o'sha yer. Qayerda yotibdi? O'shani oldida bu tomoniga yotdi. Qayerga yotibdi? misol uchun mana fermaxonani adoq qilasiz-da. Adoq qilasiz. Ya. O'sha yerda yerda pora to'kib qo'yibdi bak, tovuqxonani porasini Yika chiqarib yotibdi. Ana o'sha yerda bitta yer yotibdi. Yoki bo'lmasa qishlog'imiz narigi boshiga chiqib turing-da. Har bitta yotgan yerda o'zini egasi, o'zini anosi bor-da. Mana sizlarning nazarlaringga mana yotibdi degan narsa, masalan, kimnidir yeri bo'lishi mumkin yoki qaysidir to'yfadagi yer bo'lishi mumkin. Maktab qurilishi uchun aynan qurilishga ajratilgan yer maydoni kerak. Aynan qurilish to'yfadagi yer kerak. Standart degan narsa bor. Siz o'lchov mana nima desam, o'sha yerga 15 ta o'quvchimi, 15 ta o'quvchiga davlat standarti asosiga o'quv maktabi qurilishi kerak. Sizlar taklif qilayotgan yer malkim standartga javob bermasligi mumkin. Mutaxassislar o'rgandi, hammasini joy-joy o'rganib chiqdi. Eng asosiy tanlangan yer maydoni qishloq xo'jaligi yer maydoni bo'lib chiqyapti. Tut plantatsiya, alga bashniya bor edi. Men joyiga 4 marta, 7 martalab chiqib o'rgandik hammasini. Lekin afsuski u qishloq xo'jaligi yer maydoni. Men shu yerga Mayli, xo'p, qishloq xo'jaligi yer maydoni. bir minut siz ham quloq solingda, men shu yerga men masalan 45 yil brigadir fermer bo'lib ishlayapman-da. Mana shu aytgan joyingizdan nima daromad beryapti? O'sha yerda 50 sotiga bekor yotibdi. Oxirgacha ko'taramiz. O'shani oxirgacha nima foyda berib, nima ko'tardi? Nima Masalan, nima berdi shu? Yo'q, mayli. Prezidentdan ham keladi masalan. Uni men chiqarmaganman-ku. U qarorni men chiqarmaganman-ku. Chiqqan qarorga men bo'ysunaman. Ilojim Ya yo'q. to'g'ri, siz fikringiz haqiqatdan to'g'ri. Bajarishim kerak. O qishloq xo'jaligi yer maydoniga qurilish qilib bo'lmaydi. U joy taklif ham qilib bo'lmaydi. Sababi qishloq xo'jaligi. Qishloq xo'jaligi yer maydonlarini prezident tomonidan, faqatgina prezident tomonidan o'zini maxsus qarori yoki vakolat doirasida toifasi o'zgaradi. Toifasi o'zgargandan keyingina qurilish qilish mumkin. Ungacha qilib bo'lmaydi. Imkonsiz. Endi u yerda nima bo'ladi? Endi sizni zamoningiz bilan bizni zamon to'g'ri o'tib ketdi. Hozir yangi O'zbekistonda yashayapmiz. Xo'p, Prezidentimiz yangi 4 kilometrga qanday borma deyapti. Sharoitingni qilib beraman deyapti. Prezident ham ana shu suvgacha hammasini rahmat odamga qilib beryapti. Lekin nega siz u zamonlar o'tib ketdi. Masalan, bitta cho'ponga ham bitta maktab qo'yib qo'yildi. Istir zamonida. Men ko'rganman. Ikkita cho'ponga bitta domilla qo'yib qo'yuvdi. Toqqa bor. Masalan, bitta o'zim o'qiganman bir sinfda 3-sinfga bitta domilla borib o'qitgan. Boshqa o'g'lim, qizim bo'lmagan. Bo'rash qishlog'i. Bo'rash qishlog'i aeroportida o'tirganman. Hozir ham masalan bizdan 2 kilometr pastda
pastki bo'ylashimiz bor, bizlar 3 ta bo'ylashi, pastki bo'ylashimiz bor. Maktabi bor. Ana shularning maktabi bor. Bizlarda ham oz xo'jalik. Nahotki ular shunday, bizlar shu darajada Sarvar aka, assalomu alaykum. Ana shu maqsadda bizlar aloqa ko'ryapmiz. Ya endi o'lja bo'lib narsa bo'lyapti deb endi qarang. Bu Qarang, maktabga narsa bir oldin biz o'quvchi- o'qigan davrimizdagi texnikalar, Hali yo'l o'n qatnovdagi ikki texnikalar qancha masofa sanoqli yurishga qatnov kerak. o'tganda o'zi. To'rt 5 kilometrga bemalol piyoda borib ta'lim olib kelsa bo'ladi, to'g'rimi? Standartga javob beradi. Shu bo'yicha shu anavi standartni tasdiqlagan qanaydir vazirlar mahkamasimi, prezidentimi? Nechinchi sinfga aytsin-da, nulavoy sinfga ham mumkin emas. Qaysi birinchi sinfdan to o'sha Maktabgacha bo'lgan bor bu yerda. Maktabgacha ta'lim olgan. Hozir tushuntiring-da, o'zgarish katta-ku. Xontepadagi hozir Buyrachi qishlog'iga qo'shimcha o'quv binosi qurish degan joy bor edi. Taklif etilgan yer maydoni qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan ekan. Boshqa yer maydonlari mavjud emas ekan. Buni taklifi hozir o'sha 10-maktabga qo'shdimi? 10-maktabga. 10-maktabdan Ajratgan 10-maktabga pul. Shunday. Bo'lib tushunarli. Mana Sampe anosi ham bor, o'sha shahar sozlik, qurilish sozlikka ham 5 kilometrgacha standart. Yoshli to'g'ri bo'lishi mumkin, 5 kilometrgacha bo'lishi mumkin. Unda hozir bizlarning bolalarimiz xavfsiz yo'lda yuradi deydigan bo'lsak ham, u chang, to'zon ko'chadan borib kelishga loy ko'chadan o'sha maktabga misol uchun qarang. Keyin chiqadida bu yo'nalishdan chiqqandan keyin qatnov qismi, katta qatnov qismi. Oldingi bizlar qatnagan vaqtimizda texnika sanoqli o'tgan bo'lsa, hozir texnika zamoni bo'lib ketdi, ko'payib ketdi texnika. Texnika ashaddiy ko'p. Mana qarang, Bitta o'quvchi o'ldi urib ketdi. Mana o'zimni jiyanim misol uchun avtomobilda o'lib ketdi. Meni nevaram maydalab ketdi. Yengil moshin oyog'im maydalab yarimjon bo'lib qoldi. Ana endi Diyorbek deydi. Bu bir bo'lmayapti, ikki bo'lmayapti, 3 ta, 4 ta bola ana shu yoqdan boraman deb. Bitta narsani tushuninglar. Meni vakolatim kirmaydi. Yer toifasini o'zgartirish. Mana bularni muhim. Nimaga bo'lmasa kecha aytayapti, ta'lim vaziri ruxsat bermadi deb kecha majlis bo'ldi. Ta'lim vaziri bizlardan odam aytmay o'zlari Choshipadan odam qo'yib 45% ovoz berdi, maktabga qoldi deb. Gapirmang aka, siz mutaxassis emassiz. Sizni ko'zingizga masalan musor joy ko'ringan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha ham kimnidir maydoni, kimnidir toifasi ekan. To'g'ri, siz aytgandek, maydoni kimning yeri davlatning yerishi mumkin. Endi 20 yildan aşağı hech kim foydalanmaydi. 7 yoshdan 70 yoshgacha so'rash 7 yoshdan 70 yoshgacha doğru so'rashingiz mumkin. U yerda 40 yil, 45 yil bo'ldi, mana shu 86-yildan beri kelgan bo'lsam foydalangani yo'q, hech qanday anaqa qilingani yo'q. Endi lekin yer toifasini o'zgartirish meni vakolatimga kirmaydi. Ya shuni tavsiya qilib, siz bilaman, shuni hokimiyat tomonidan tavsiya qilib, shu anaqa 2 yildan oshib 2 yil emas, bizlar taklif qilganimizda bir 7 yil, 8 yil bo'lyapti. Bu narsani kiritganimiz, mahallaga aytganimiz, u bo'lyapti, bu bo'lyapti. Mana shu fuqarolarni o'ylagan maqsadda tashabbus bilan, taklif bilan shu viloyatga yoki respublikaga xat bilanmi hamma joyga chiqqanmiz. Taklif ham berdik. Tashkilotlardan xulosalarni ham olib berdik. Hozir aholi soni ortib borayotganligi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'yicha mana qishloq xo'jaligi yer maydonlari qisqarib ketishi shu mana vajlar bilan yo'q, ruxsat yo'q. rad javob keldimi? Ha? Ko'rsak bo'ladimi? Mayli. Qop. o'sha javoblarni anaqa qilsak, bizlar endi iloji yo'q, vazirlikka doğru chiqishga harakat qilamiz. Endi ilojimiz yo'q. Bu yuqori turuvchi tashkilotlardan bitadi. Ha, yuqori o'shalarga chiqamiz endi. Sizlardan ham oldingizga o'taylik deb keldik bizlar endi. To'g'risida mana muxbirlar Hozir sizning gaplaringiz hammasi bo'ladi bu yoqqa. Yo'q, tumanning o'zini hech qanday imkoniyati yo'q. Men o'sha tashabbus bilan chiqsanglar demoqchi edim. 62 qirish sonli farmoni bilan bizda yer munosabatlariga bo'lgan hamma vakolatimiz tugatilgan. Hech qanday viloyatga ko'chgan, unga ham viloyat rahbari tomonidan
Vazirlar Mahkamasining 543-sonli qaroriga asosan ijtimoiy soha obyektlari unga ham toifasi o'zgargan bo'lsa, yerlarda o'shanga qurilishga, maktab, bog'chaga deb yer ajratish mumkin. Viloyat. Viloyat hokimi tomonidan. Unga lekin yer toifasi o'zgarmagan bo'lsa, viloyat hokimligiga ham ruxsati yo'q bo'lmasa. Shu masala. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Biz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumaniga muammo bo'yicha yetib kelganmiz. Bu yerda yo'l muammolari, maktab muammosi. 3-4 ta maktab o'quvchisini o'limiga sabab bo'lgan yo'l to'g'risida sizlar bilan gaplashmoqchimiz. 4 kilometr uzoqlikda maktab joylashgan. Mahallani o'zidan, bularning talabi mahallani o'zidan yaqinroqdan maktab qilib berishsa, maqsadga muvofiq bo'lardi deyishyapti. Xo'p, maktabgacha yo'l qanaqaligi, sizlarga nima noqulaylik tug'diryapti? O'sha bo'yicha ma'lumot bering. Yo'limiz uzoq, notekis. Qishdan kuni bo'ladigan bo'lsa, yo'llarimizda suv ko'llaydi. Yozdan kuni bo'ladigan bo'lsa, chang. Maktabga borish 4 kilometr yo'lga endi 1-sinf, 2-sinf, 3-sinf bolalari qiynaladi popga ko'tarib borib kelishga. Yo'limiz uzoqligi. O'shaning uchun biz maktabda o'zimiz qishlog'imizdan bir hech bo'lmasa boshlang'ich ta'lim nimasi bo'lsa ham qurilishini biz so'raymiz-da. Yosh katta o'quvchilar borib keladi bemalol. Ular borib keladi, lekin yosh 1-sinfdan to 4-sinfgacha bo'lganlar qiynaladi. Masalan, bir haftada 6 kun o'qish bo'ladigan bo'lsa, 6 kunni 4 kuniga o'qishga borsa, 2 kuniga dam oladi keyin, iloji yo'qligidan. Har doim qaysi birda kasal bo'ldi deb spravka kimdan borib so'raysiz? Vafot etgan o'quvchilar necha yosh bo'lgan? Bittasi 1-sinf o'quvchisi ham bo'ldi. Bittasi 3-sinf. Nima bo'ldi vafot etdi? Mashina urib ketyapti. Katta yo'l mashina yo'lda yerda katta transport vositalari qatnaydigan yo'l qismini yonidan yursa mashina urib ketadi, chekkadan yuraman desa loyga botib keladi yoki changga botib keladi. Yo'l yaxshi emas bizlarda. Hech bo'lmaganda boshlang'ich sinf o'quvchilariga, hech bo'lmasa shunaqa boshlang'ich sinf o'quvchilariga maktab qurib bersa bo'lardi. Bu masala bo'yicha chiqdinglarmi? Ko'p joyga murojaat bo'lyapti, lekin hech natijasi bo'lmayapti. Nima deysiz? Hokimiyat ham yoki boshqa ham sizlarga joy muammosi bor, maktab quradigan joylaring yo'q deganday qilishyapti, lekin shu qishlog'imizda 3 ta 4 ta joy bor. Keraksiz birov foydalanmaydigan, boshqa qilmaydigan joylar. Maktabga mos keladimi? Maktabga mos keladimi joy? Maktabga mos keladi ular. O'shani aytmadinglar mana shunaqa. O'sha narsani aytamiz, kelyapti-da, yo'q, mos kelmas ekan deb turib bahona qilib qaytib ketishyapti. Mana bu qishlog'imiz Novruz mahallasi, eski Buyrachi qishlog'i edi avval. Mana bizlar bolalarimiz mana shu yerdan mana o'lchaganman 3 kilometr, daji 20 metr ziyoda maktabga qatnaydi. Nulovoy sinflar, bog'cha yo'q bu yerga, maktab yo'q. Mana bu firma tomonidan mana bu yerga ishlab chiqarish firmaga odamlarimiz ko'chib keladi. Ularning ham bolalari shu yoqqa borish kerak 3-4 kilometrga. Mana buni endi Islom taraqqiyot bankidan pul ajratuvdi. Loyihaga kiritiluvdi. Mana tut plansamiz bor mana bu yerga. Hech bir oldida bir 7-8 futik joy bekor yotdi. Shu yerdan ajratib, taxlatib ketuvdi. Men komissiya a'zosi edim, 9 kishi. Tasdiqlab berdik hammasini. Ana endi ular kelib, kecha men ham bordim, bular majlis qildi. Qarshidan kelgan shu Islom taraqqiyot bankining xodimlari aytayapti, vazirlik ruxsat bermadi. Nimaga desam aytadi, maktab direktori u yoqdan turib bu yerga nimalik qilolmaydi degan gaplarni qildi. Shuning uchun u yoqdan ruxsat yo'qmish, filial maktab ochish, bu yerda na bog'cha bor, na maktabimiz bor. Mana shu asfaltdan pasti 200 ta xo'jalik bor, 200 ta xonadon bor mana asfaltdan pastida. 200 ta xonadondan bittadan bola borsa ham, masalan, hech bo'lmasa 100 ta bola shu yoqqa qatnaydi. 100 ta bola. Nulovoy 1-sinf. Asfaltdan bu yog'ini hisob kitob qilganmiz. Bu qishloq emas, mana bu yerda qarshilik guzar bor. Ular ham rozi bo'lgan bizlarga mana shu yerda maktab qurib berishga. Ular ham shu yerga keladi. Keyin mana sentralni asfalt, M69 katta yo'l. Yo'lda mana o'zimning nevaram mashina urib ketib avariya bo'ldi. Sonlari hamma joyi ezilib ketdi. Diyor deydi nevaramni, mana shu xalq biladi. Keyin men qishlog'imizda men bitta bolani, qiz bolani o'taman deb maktabga boraman deb o'ldirib qo'ydi mashina urib. Shuning uchun bizga maktab kerak. Kecha aytsak sizlar chiqinglar, vazirlikka chiqinglar, u yoqqa chiqinglar degan gapni qildi kecha kelib, nima
shu Islom taraqqiyot bankning komissiyalari kelib majlis qildi maktabga. Maktab direktori hammasi bor. Ta'lim vaziri ruxsat bermagan emish, ta'lim vaziri. Masalan, ta'lim vaziri kelsin, mana shu bolalarni bu yerga qo'ysin, 3-4 kilometrga nolavoy sinflar qanday deb o'ylasin. Maktabgacha borgan bolalarimiz boradi, bir xillari qiynaladi, yo'ldan o'tolmaydi. Hozir prezidentimizga rahmat. Mana prezidentimiz ko'p narsalarni xalq uchun qilyapti. Lekin bu yoqdagilar gartakana nima qilib ishimizni keyinga siltyapti. Shuni iltimos, agar imkoniyati bo'lsa, bizlarga shu yerdan iloji boricha shu maktab hamma proyekti bo'lgan, Islom taraqqiyoti pul ajratgan. 9 ta komissiya bizlar qo'l qo'yib berganmiz asfaltga hammasiga. Lekin ana endi bunday kelgan payti biri o'tiribdi. Ha desa bo'lmaydi deb. Ana endi iloji boricha shu yerdan bir maktab qurib, maktabgacha, hech bo'lmasa 4-sinfgacha mayli. Keyin undan keyin bog'cha. Bir 2 etajli qursa, ustidan bir bog'cha bo'lsa, rahmat aytadi. Xalq rahmat aytadi. Prezidentga ham hammasiga rahmat aytadi xalq. Juda qiynalganmiz. Avtobus qo'y deb necha marta bordik. Avtobus qo'yolmaydi. Umuman qo'yolmaydi. Men o'zim hokimga necha marta kirganman. Avtobus qo'yish bo'lmasa. Qanday boradi ish kunlar? Qish oyi bor. Qish oylari mana yo'lni ko'ring, mana o'lchab chiqing. Firmadan 4 kilometr. Firmadagi ham narigi betda firma ko'chib keladi, oilaviy iloj yo'q ishlaydi. Ular ham qatnash kerak. Raji uni bilan 4 kilometr yo'lga qatnaydi. Shuning uchun buni men ko'p nima qildim? Talab qilyapman, ilojimiz yetmayapti. Shuni bir yuqoriga chiqib, sizlar ham yordam qilsalaringiz. Daji bu gapni bir prezidentimizga ham mayli yetsin shu gap. Rahmat, shu odam bizlarga xalqi uchun qancha kurashadi. Bizlarga yengillik qilib bir maktab qurib bersin, bog'cha qurib bersin. Mana shu yerda 200 ta xonadon bor. Mana shu yerimizning o'zimizda 105 ta xonadon bor mana shunday uy. 120 ta. 120 tadan bitta Nulavoyda o'qisa 120 ta bola qanday bu yerga? Misol aytaman, misol. Ha, 50% qandasa ham 60 ta bola qanday? Ya, bu qanchagacha bo'ladi bu? Ha, pul ajratildi, mana shu paytgacha pul yo'q edi. Mana pul kelib qoldi, prezidentimiz sharofati bilan Islom taraqqiyot bankidan pul kelyapti. Shu pul bilan bir qurib beradi degan umid qilib berdik hammamiz. Butun xalq umid qilib berdi. Shu yerdan maktab qurilaymish, maktab qurib beradi deb. Ana shu gap. Men 3-4 marta majlisga qatnashdim. Mana kecha qo'lam qo'yib berdim. Ha, bu yil qoldirildi. Mana joyini borib ko'rsalaringiz ham bo'ladi. U yerdan hech narsa ketmaydi. 4 tagina 4 buyog'i nimalari bor. Ana joyini hammasi rozi bo'luvdi. Sveti ham, gazi ham hammasi tasdiqlab bergan. Mana ko'rsalaringiz bo'ladi. Lekin bu yerda bular ta'lim vaziri ruxsat bermayotgan emish. Ta'lim vaziriga yetkazib, shu narsalarni qo'yingizlar. Iltimos sizlardan shu yerga maktab qurib bersalaringiz, katta savobga qolasizlar. Xalqning bir yaxshi bir anosini nima qilasizlar, bir yordamlaringizni ko'rsatsalaringiz. Avvalambor assalomu alaykum. Men Qashqadaryo viloyati Sharqsabz tumani Xontepa mahallasi Buyrachi qishlog'ida yashaymiz. Bizning problemamiz asosiy maktab bo'yicha. Bolalarimiz mana shu 4 kilometr joyga borib o'qib kelishadi. Nevaralar borib kelguncha odam yurak hovuchlab o'tiradi, yo'limiz ancha masofa uzoq. Qishda kunlari borishga qiynaladi deb har bir balamiz nevaralarga 200 mingdan Damas'ga berib qatnatamiz. 2 ta nevara borsa 400 ming berishimiz kerak. O'sha pulni bermasa olib borib olib kelmaydi. Borib kelishga qiynalishadi. Iloji yo'q. Shu maqsadimiz mana shu mahallaga bittagina maktab bo'lsa deymiz. Yordam qilsangizlar.